Bugungi olib chiqadigan insonimizda doktor emaslar, meditsina yo'nalishi bo'yicha keluvchi insonlar aynan nimalarga murojaat qilishadi? Hozir bilasiz ko'proq sahar kasallar bo'lyapti. Davlat kasalxonalari uzoqroqda joylashgan. Xalq uchun bu qiyin. Xususiy davlat больницаlarida davolanish juda arzon. Sal og'irroq kasal bo'lib qolsangiz, %50, %60% skidkangizda bo'ladi. Ko'proq %70, %80 insonlar yaxshi bo'lib davolanib, zo'r bo'lib chiqib ketgan. Turkiya meditsinasini necha ball bilan baholaysiz? Narx-navo bo'yicha Yevropa bilan solishtirsangiz, Turkiya ancha yaxshiroq. Agar sizni o'sha mehmondo'st, o'zimizdan xalqimizga yaqin bo'lgan davlatlardan birini tanlamoqchi bo'lsangiz, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Bizning telefon nomerlarga va biz sizlarni to'g'ridan-to'g'ri ulashga va yordamlashga harakat qilamiz. Istanbulda birinchi o'rinda taksi mashinalarga yurmasligi masalasi beradi. Ana, haqiqatda. O'zi Istanbulga kelishdan oldin biznikilar hammasi biladi, o'zlari tayyorlab kelishadi, boradigan joylarni. Odam gavjum joylarda yurayotganda sumkalariga, pullariga, telefonlariga ehtiyot bo'lsin.